Batur, emgekcan san'atxumor ili xalqi asrlar mobaynida mo'l naqshi boyliqini yaratdi. Bu naqshlar ilining o'zgacha tabiiy sharoiti, ili xalqining psixikasi, turmush odati ham tarixning inkosi. İli xalq naqshilari ohang jihatdan jarangliq, yiqimliq, mardonlik. Qurilma jihatdan yurishlashgan bo'lishdek alohidliklari bilan Uyg'ur xalq naqshillari ichida yuqori qimmatga ega. Uni san'atkorlarimiz avloddan avlodga davomlashtirib, uzluksiz beyitib va takomillashtirib bizgacha yetkazib keldi. Yangi Jungo qurilgandan keyin ili xalq naqshillarida o'ziga xos uslub bilan partiyani, vatanni, xalqni, zamonni, inoq ittifoqni kuylaydigan nurg'un nodir tarkiblar borliqqa keldi. Ili xalq naqshillari texmi jush urib taraqqiy qilib, yangi hayotiy kuchga to'lib toshdi. Har darajalik partiya va hukumatlarning izchil ko'ngil bo'lishi bilan ili xalq naqshillarini qizish, to'plash, ratlash, tadqiq qilish ishlarida zo'r natijalar qo'lga keldi. İli naqshillarining bayoniy nomli DVD plastinkasiga ili xalq naqshillari bir qadar to'liq mujassamlangan bo'lib, bu plastinka ili xalq naqshillari va al-nag'machilariga tiklangan obida sifatida buningdan keyin ili xalq naqshillarini cho'nqur tadqiq qilishdagi qimmatlik material manbasi bo'lib qoldi. Partiya Markaziy komiteti sotsialistik inoq jamiyat barpo qilish, madaniyat ishlarini zo'r taraqqiy qildirish, zo'r gullantirishdek ulug' chaqiriqni o'ttirg'a qo'yib, har millat xalqining adabiyot san'at ishlarining taraqqiyotini texnik yaxshi fursatlarga ega qildi. Xalqimizning izil madaniyat meroslarini sistemalik qezib, ratlab ham tadqiq qilib, avlodlarga sog'lom yetkazish bizning tarixiy burchimiz. Bu qimmatlik ma'naviy boyliqlar sotsialistik ma'naviy madaniyat barpo qilishda, xalqimizning ma'naviy turmushini beyitishda o'zining ijobiy rolini texmi yaxshi joriy qildirib o'tdi. İli hayvatlik tog'lar, yop-yeshil idirlar, o'rkashlab turgan daryo iqimlar, sarxil mevilik bog'lar bilan turkangan o'zgacha jo'grafiylik aloyidlikka ega madaniyatlik go'zal yurt. Uzoq tarixiy davrlardan beri ota-bobolarimiz bu xosiyatlik zaminda yashab, mo'l naqshi musiqa madaniyatini yaratgan. Bugungi kunda biz bu madaniyat mazmunimizni beyitishga o'chmas tuhfalarni qo'shgan Molla Gayit Aham, Karushan Ahunun, Abla Dumba, Hasan Tanbur, Hüseyin Tanbur, Camiye Aka, Rozu Tanbur, Roşidin Bey, Masum Tokun, Savutkan Bidik, Yezim Molla, Rozu Sabır, Cani Yoldaşov, Zikre Elbetta, Abdüvelid Carullah, Ablishan Mahmud, Qurban Ömer, Abdukim Abdullah, G'iyosiddin Barat qatorliq marhum ustozlarni hurmat bilan tilga olmay turolmaymiz. Sanam ota-bobolarimizning aql farosati bilan borliq kelgan tarixiy eng uzun san'at turlarining biri. U naqsha, usul, xalq qo'shiqlaridan iborat 3 tarkib mustahkam yug'urilgan nag'mi shaklidir. Xalq sanamlari, xalq naqshi qo'shiqlarini bir-biriga ulab aytishning eng dastlabki ulgusi. El sanami, eldagi turli bayram murosimlar, to'y-to'kin o'ltirish so'rinlaridagi naqshi usullardan taraqqiy qilib shakllangan.
Şaşkın
Kamine, bu dertli